Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi tomonidan aholining soliq masalalari bo'yicha xabardorligini oshirish maqsadida Mening solig'im, yurtim iqboli targ'ibot aksiyasi keng o'tkazilmoqda. Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan navbatdagi tadbirda esa fuqarolar, biznes vakillari hamda mahalla raislari faol ishtirok etdi. Respublikamiz bo'ylab Mening solig'im, yurtim iqboli aksiyasi davom etmoqda. Navbatdagi ana shunday uchrashuv Janub Gavhari Termiz shahrida bo'lib o'tdi. Shahar markazidagi san'at saroyi surxondaryoliklar va mehmonlar bilan gavjum bo'lib, tadbir ko'tarinki ruhda boshlandi. Uchrashuv avvalda mamlakatimizda soliq sohasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, soliq to'lash madaniyatini yuksaltirish hamda aholining huquqiy ongini va soliq savodxonligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar haqida so'z yuritildi. Viloyatda ham amalga oshirilayotgan ko'plab ezgu ishlarni aynan soliqlar tushumi orqali shakllanadigan davlat byudjeti hisobidan amalga oshirilmoqda. Zero ona diyorimiz ravnaqa, tinch va farovon hayotimiz barqarorligi yo'lida siz u biz to'layotgan soliqlarning ahamiyati beqiyosdir. Soliq to'lashning konstitutsiyaviy burch ekanligini chuqur anglagan har bir ishtirokchi, ayniqsa yoshlar, soliq savodxonligiga oid qizg'in savol-javoblarda faol qatnashib, o'z fikr va mulohazalarini bildirdi. Bugun butun respublika bo'yicha Mening solig'im, yurtim iqboli aksiyasi davom etmoqda. Aksiyaning asosiy maqsadi soliq madaniyatini yuksaltirish, ayniqsa yoshlarimiz o'rtasida soliq bilimlarini yuksaltirish va bu bilan namunali soliq to'lovchilar safini kengaytirishdan iborat. O'ylaymanki, bugun Surxondaryoda bo'lib o'tgan, Termiz shahrida bo'lib o'tgan tadbirimiz ham albatta o'zining ijobiy samarasini beradi. Qaysi ma'noda biz bugun yoshlarimizni soliq borasidagi bilimlarini bilib oldik, bilmaganlarini o'rgatdik. Qolaversa eng namunali soliq to'lovchilarni qaysidir ma'noda soliq idoralari tomonidan rag'batlantirdik. Bu ham ertaga ularni namunali soliq to'lovchi bo'lib, mana shu yurt iqboli uchun belgilangan soliqlarni o'z muddatida to'lashlarida bir turtki bo'ladi degan umiddamiz. Aksiya davomida viloyatdagi namunali tadbirkorlik subyektlariga soliq qo'mitasining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, faol ishtirokchilar hamda mahalliy soliqlarni birinchilardan bo'lib to'liq to'lanishini ta'minlagan mahalla raislari ham munosib ravishda taqdirlandi. Darhaqiqat, har bir to'langan soliq bu faqat raqam emas, bu yurtimiz ravnaqa, kuchli barqaror iqtisodiyot sari qo'yilgan istiqbolli qadamdir. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dasturi uchun.